Refar kuzatuvchilari, bugun Zakanaldamiz. Karvonsaroy oshxonasi yaqinida joylashgan 5 qavatli uylarni 5-qavatida 3 xonali kvartirani ko'rishga kelganmiz. Uy yangi remontdan chiqarilgan. Sizlarga birin-ketin tanishtirib o'taman. Bu kirish qismi, ko'rib turganingizdek, hol qismi va bu tomonda birinchi kattalar yotoqxonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatda yotoq o'rinlari, shkaflar qoldiriladi. Keyingi xonasi bolalar yotoqxonasi. Ikkita farzandga mo'ljallangan yotoq o'rinlari qoldiriladi, pardalar ilingan. Bu shkaflar ham qoldiriladi. Bu yerni kladovka qilib qo'yishgan. Xo'p, bu tomonda esa mehmonxona joylashgan. Ko'rib turganingizdek, ko'zga yoqimli, chiroyli aboylardan oq fonda chiroyli qilib ishlangan. Podsvetkali patologlar va televizor ilish uchun отдельный zona qilingan. Mana shu ko'rib turgan uголок mebeldan tashqari qolgan narsalar qoldiriladi. Bu tomonda esa alohida qilingan sanuzel joylashgan. Birinchisi hojatxona, ko'rishingiz mumkin, ariston o'rnatilgan. Navbatdagisi sanuzel. Bu yer oshxonani o'rni 4-xona sifatida, ya'ni ovqatlanib o'tirish uchun joy qilib qo'yishgan va bu yerdan verandaga chiqish joyi bor. Verandani ham ikkiga bo'lishgan. Mana bir tomoni oshxona, bir tomoni esa sklad. Biror nima qo'yish uchun joy mavjud. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. 5-qavatda joylashgan 3 xonali 4 xona qilingan kvartira yangi remontdan chiqarilgan. Uголок mebeldan tashqari hamma jihozlari qoldirilyapti. $26,200 ga baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Ushbu uy va shunga o'xshash ko'plab uylar haqida batafsil ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz opisaniyada. Refar, siz izlayotgan uylar shu yerda.